Assalomu alaykum China Motors muxlislari, aynan samarqandliklar va Samarqanddan sotib olayotgan moshin sotib olmoqchi bo'lgan mijozlarimiz, xullas kalon O'zbekiston ahli assalomu alaykum. Xo'p, shu kunlarda bitta savol ko'p takrorlandi. Biz shunaqa qaror qildikki, demak bu bo'yicha alohida kontent video qilishimiz kerak ekan. Bu savol nima? Biz Samarqand filialida moshin olyapmiz va bunga yarasha servislaringiz bormi? Birinchi katta savol. Ikkinchisi, biz olyapmiz, garantiya kuymasligi uchun biz qayerdan shu ustalaringizni, o'sha ustalaringiz adresini beringlar va qayerga u shu garantiyadan kuymasligi uchun men faqat siz aytgan joydan qilamiz degan shu faqat shu aylanadigan. Va uchinchisi, zapchastlar, ehtiyot qismlar sizlarda bormi degan savol har doim aylangan. Shu uchun biz shunga qaror qildikki, bugun sizga China Motorsning servisi qayerda joylashgan, uni adreslari bo'yicha hammasini tushuntirib beramiz va kimga murojaat qilishingiz kerak va servisimizda hozirgi paytda nima ishlar amalga oshirilyapti, balkim shu paytgacha qandaydir muammo bo'lgan bo'lsa, o'sha muammolar qanday hal bo'lgan, batafsil hammasini hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, manzilimizni toshroq aytish uchun so'rab ko'rdik. Xo'p, xullas kalon, mana shu avtosalonni bu yoqda katta yo'l aytdi bu. Qarshi ketadigan yo'l, ana bu Tayloq Kuruk deyilar ekan. Tayloq Kurukdan bir 10 metrcha yurgandan keyin bu yoqqa Registon, Samarqand shaharicha ketadigan yo'l. Aniqroq aytadigan bo'lsak, kimdan so'rasangiz, Samarqandlikmisiz, Qarshilikmisiz farqi yo'q. Tayloq Kuruk desangiz hamma biladi, shu yoqqa kelasiz. Kelgandan qaytdingizki avtosalon, JM avtosalon, JM avtosalonning oldidagi shu bizning servisimiz Aziz akaning ustaxonalari. Tavsiya qilib qolaman, garantiyalik joydan va avtosalon tavsiya qilgan joydan o'sha yerda xizmatlaringizni olib borishingiz. Ana endi servis ichiga ketamiz. Usta akamiz Aziz aka bilan bir boshdan tanishib, hammasini ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka. Aziz aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Xo'p, Aziz aka, hozirgi kunlarda bizga ozgina mijozlar tomonidan ko'pgina savollar tushgan. O'sha savollarga bir siz ustoz, bu kishi endi nima deydi ular? Mutaxassis o'laroq javob berishingizni, ekspert o'laroq javob berishingizni so'raymiz. Chunki biz mijozlarga harakat qilamiz tushuntirishga, bizni gapimizdan ko'ra agar siz javob beradigan bo'lsangiz, men o'ylaymanki 100% yetib boradi. Xudo xolasa. Xo'p, hozirgi kundagi shu Jack X200 larga siz tomonidan nima eng ko'p xizmat ko'rsatiladi? Qaysi nima ish olib boryapsiz, nimalar qilyapsiz shu bo'yicha? Основной shu moy masalasiga ko'p joylarga almashtiryaptilar klientlar. Bunga 4 litr 600 moy ketadi. 4 litr 600 qolib. 4 litr 600 ketadi. Ko'pgina ustalar 6 litr solyaptilar. Перебор. Уже u sanlikka nagruzka tushyapti. Old sanligi уже namlanib, уже masla urib chiqadigan joyi bo'lyapti. Shu uchun mana bizlarda apparati bor, ofitsialniy apparat. Bizlar mana shu joydan buni tiqamiz, nasatkalari bor. O'zi so'rib oladi aka. Kirlarigacha oladi. Hammasini so'rib oladi. Tavsiya qilamiz, shega kelib, moyni almashtirishlarini tavsiya qilamiz aka. Biladigan ustaxonaga kirsinlar, instruksiyasini o'qib, bilib qilsalar bo'ladi. Qayga bo'lsa ham, qaysi ustaxonaga yaxshi mutaxassis ko'rsin. Bilib bilmay shunaqa holatlar bo'lyapti. Keyin karterni boltini ko'p ustalar sarvat qilib qo'yapti. O'sha nipareza yoki qattiq qisish jarayoni yoki nipareza alyumin narsa bo'ladi. Shu jalba bilan kelyapti, moy oqayapti deb kelyapti klientlar. Shularga ham e'tibor berishlarini so'rab qolamiz. Klientlarga iloji bo'lsa, bizlarga servisga kelib moylarni almashtirsalar, hammasi yaxshi bo'ladi. Keyin bularni zubchatka rementi 40 ming probegga o'sha rementni almashtirish kerak. Birinchisida. 40 mingga almashtirish kerak. Kesalari bu vanus bo'ladi bularda, syomniklari kerak bo'ladi. O'zimiz metikalarni chiroyli qilib, problema bo'lmaydigan qilib chiroyli qilib beramiz aka. Ishimizga garantiya bor, ishni sifatli qilib bitkazib beramiz klientlar. Kim bo'lsa ham kelsa chiroyli qilib beramiz akajon. Rahmat ammalaringga. Shu aka. Xo'p, yana bitta bordi. Bitta eshitib qoldik, shu kunlardan endi mijozdan eshitib qoldik, ochig'ini aytaman. Issiq bo'lganligi uchun konditsionerdan qanaqadir muammo bo'ldi, shunga ham bir yechim bormi? Yechim bor akajon. Mana bizlarda apparat bor. Mana apparat $2000 ga apparatni olgan bizlar aka. Bu freoni misol bir xil mashinalar freoni kam shunaqa bo'ladigan jarayoni bo'lyapti. Shunda grammini qo'yib beramiz. Masalan 100 gram, 200 gram dalivka qilib beradi. Apparat polni o'zi ko'rib
aytadi. Misol mana Robot. shuning uchun robot apparat cheklarigacha chiqarib beradi. Konditsionerni, freonni, mo'ylarni quyib, freonlarni quyib chiroyli qilib beradi. Agar nima bo'lsa, shega kelsalar, ishlarni sifatli qilib bitkazib beramiz aka. Muammo yo'q. Albatta haqiqatdan ham biz qaysi servis bilan biz shartnoma qilganmiz, aniq aytadigan bo'lsak, shu gaz masalasi bo'yicha bo'ladimi yo bo'lmasa masta zaminmi yoki bunaqangi motor ходовойmi farqi yo'q. Biz qaysi servis bilan shartnoma qilgan bo'lsak, bu servislarimiz garantiyani saqlab qolgan holda ish olib boradi. Shuning uchun bularga ishonch bildirilgan. Bizning maslahatimiz kelib lokatsiyani tushuntirib berdim. Kelib shu ustani o'zlariga uchrashing, o'zlari bo'ladilar, shogirdlari bo'ladimi, farqi yo'q. Ishlarni sifatli qilib beramiz. Pastda nomerlarni qoldiramiz, telefon qilasiz. Ustolar o'zlariga murojaat qilgan paytingizda shu kunlarda ko'p aylanayotgan savollar bor. Shu kishini o'zlariga murojaat qiling, hammasi savollar bo'lsa batafsil javob beramiz. O'z ishining ustasi, o'z ishining mutaxassisi javob bergani boshqa, biz javob berganimiz boshqa. Shuning uchun shu kishini o'zlariga murojaat qilishingizni tavsiya qilib qolaman. Chunki anchagina masalalarni hal qilib olasiz va shu bilan birga garantiyani saqlab qolasiz. Aziz aka, rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin sizga. Xursand bo'ldim. Mijozlarimizdan ko'p keladigan savollar aynan ustaxonangiz bormi, ustangiz bormi, mastani qayerga almashtirsam bo'ladi, garantiya kuyib qolmaydi. Ana shu savollar ko'p qayta tushganligi uchun biz qaror qildik shu videoni olishga va keldik, ustamiz bilan uchrashdik. Endi bu mutaxassisning bu sohasida gapirganligi, misol uchun aytadigan bo'lsak, men 10 marta aytadigan bo'lsam, mutaxassis 1 marta aytadigan bo'lsa, o'sha barobar bo'lib qoladi. Mutaxassis baribir mutaxassis. Shuning uchun mana maslahatim nima? Mana maslahatim ustamizga kelib uchrashing. Qanaqangi muammongiz bo'lsa, hammasini shu kishiga uchrashib hal qilishingiz mumkin. Eng muhimi garantiyadan chiqmaydi va biz bu kishidan garantiyani olganmiz. Xullas kalon, China Motorsda qoling, China Motors xalq tanlovi, iloyim mashinangiz buzilmasin, har doim xizmat qilib, bizni har doim yaxshi duolar bilan eslang. China Motorsda qoling, China Motors xalq tanlovi.